Muhammed Ro'yi Uyg'ur Qashqari. Muhammed Ro'yi Uyg'ur oldingi asrda chet ellarda yetishgan va shuhrat qozongan istidodli Uyg'ur ziyolilaridan biri bo'lib, Uyg'urlar va Sharqiy Turkiston to'g'riliq to'limi bebaho va qimmatli ilmiy asarlarni yozib qoldirgan edi. Uyg'ur ziyoli Kamiljon o'zining Muhammed Ro'yi Uyg'ur haqidagi maqolasida mundoq deb yozgan: Muhammed Ro'yi Uyg'ur milodiya 1911 yilda Üstün Atış'ta bir ticaretçi ailesinde dünyaya gelgen. 1912 yılı dadısı Muhammed Musa Efendi namalum bir vakada vafat bulup, bir yaşlık oğlunu Şarkı Türkistan'ın kabahat kaplagan zulümetlik asmını astıda yetim, tayançsız kaldırıp ketişki mecbur bolgan. 1932 yılı emdili 21 yaşka kirgen yaş yigit Muhammed Ro'yi Uyg'ur Qashqari Ana vatanidagi xalqining o'ziga ko'rsatgan mehr muhabbatiga amaliy javob qaytarish uchun hozirgi Pokistonga mangan noma'lum bir Uyg'ur tijoratchi karvoniga qaytilib, hozirgi Pokistonning Peshawar shahriga yetib keladi va u yerda bir mezgil turgandan keyin Afg'onistonning Kabul shahriga berib bir mehmonxonaga tushdi. Uning zerakligi va Uyg'urlarga xos yuksak adab axloqidan ta'sirlangan Afg'on mehmonxona xo'jayini uni mehmonxonaning hisobotchisi qilib tayinlaydi. Oradan uzun o'tmay, uning halollik bilan qilgan xizmatidan so'yinib ketgan Afg'on xo'jayin yurtvozlik va qabilavozlikni bir yoqqa qayirib qo'yib, uni o'z bajisining qiziga uylantirgan. U Afg'onistonda turish jarayonida arab, turk, pashto va paris tillarini tezlikda pishiq o'rganib, bilimga bo'lgan tashnoligini qondirishga kirishgan va shu tillarda har xil she'r, ilmiy maqolalarni yozgan. Muhammed Ro'yi Uyg'urning dadisi Jiroqni ko'rar ziyrak tijoratchi edi. Shu vajidan uning Üstün Atış'dagi Qayroq kentida tug'ilgan mazkur orzuliq o'g'li bir yoshga to'shmasdilla Muhammed Musa Efendi Manching qalduqlari qasdan paydo qilgan bir voqeada qazo qilgan. O'g'li Muhammadni onasi 5 yil ming bir jafoda beqib qatorga qo'shgan. Biroq u 6 yoshga kirganda oila turmushining eg'irchiligiga bardoshlik berolmagan onasi boshqa bir Uyg'ur savdogar bilan to'y qilib, o'g'lini o'z tog'isiga qoldirib qo'yib, boshqa yurtga ketib qolgan. Oqibat kichik o'smir Muhammadning dastlabki hayotidagi eng qiyin 15 yil boshlangan. U tog'isining g'amxo'rligida dastlabki bilimni Atush va Qashqarda olgan. U 17 yoshga kirgandan boshlab tog'isiga yordamlashib, oilaning yukini yengillatish uchun davomli yuqori o'rlab o'qishdan mahrum qolgan. Muhammed Ro'yi Uyg'ur 1912 yildan taki 1932 yilgacha bo'lgan 20 yilda Qashqar va Xotan Uyg'urlari yangicha ma'rif va milliy islohot harakatidan o'z nasibasini ololmagan bo'lsa-mu, u savdo karvonlari bilan Qumuldan Qo'rg'osgacha, Oltoydan Kashmirgacha, Pamirdan Xotangacha bo'lgan bepoyon Uyg'ur yurtlarini kezib chiqib, Abduqodir Damollam, Muhammad Emin Bug'ra va Abduxoliq Uyg'ur qatorliq mo'tivarlar bilan tanishgan. 1924 yili 14 avgustda Abduqodir Damollam suiqasd bilan shahid bo'lgandan keyin har qaysi Uyg'ur mo'tivarlar orqa-orqadan vatanidan ayrilishga majbur bo'lgan. 1925 yildan 1932 yilgacha bo'lgan 7 yil uning hayotidagi eng zerikishlik, buruqturmalik ichidagi chorasiz va ahamiyatsiz hayot bo'lib qolgan. 1931 yili Qumulda boshlangan milliy inqilobning 1 yildan ortiq yordamsiz va dastaksiz tashlanib qolganligidan qattiq qayg'urgan Muhammad 1932 yili qat'iy bir qarorga kelib, hech kimga tinmayla noma'lum bir Uyg'ur savdo karvoniga qo'shilib, ayni chog'dagi Buyuk Britaniyaga qarashliq Hindiston valiyligiga qarashliq, ya'ni hozirgi Pokiston Islom Jumhuriyatiga qarashliq Peshawar shahriga hijrat qilgan. Muhammed Ro'yi Uyg'ur Pokistonga kelgandan keyin Paris va pashto adabiyot sohasiga qadam qo'yib, ozg'ina vaqt ichida Afg'on xalqining qoyilligini qo'lga keltirgan va Afg'onistondagi mashhur Anas nomli pashto tilidagi gazetning muharrirlik xizmatini ishlagan. U bu jarayonda turklarning iftixori degan arab tilidagi cho'ng hajmlik
bebaho tarixiy kitobini yozishga kirishgan. Uningdan boshqa u yana Uyg'urlarga oid nurg'un maqola, xabar, o'chiriklarni yozib, Uyg'ur millatini Afg'on xalqiga tonishtirgan bo'lib, Fors tilida yozilganlari ichida faqat hozir Pokistondagi oliy maktablarning O'rta Osiyo tadqiqot markazlarida va har qaysi kutubxonalarda saqlanayotgan Jipak yo'lidagi Xotan dostoni degan tarixiy maqolasi bilan Ruhiy qayg'usi nomli she'rlar to'plamining asli originali qilib qolgan. U Lahordagi chig'idila dastlabida Ruhiy nolisi, ondan Yangi milliy ruh degan Uyg'ur tilida yozilgan ikki she'rlar to'plami nashr qilingandan boshqa yana Urdu tilida yozilgan nurg'un maqola, xabarlari Pokistondagi har qaysi gazet jurnallarda e'lon qilinishga boshlaydi. 1955-yili Pakistan radio stansiyasi Türkçe anlatish boshlaganda Muhammad Ro'yi bu stansiyasining tanlash imtihonidan muvaffaqiyatli o'tib Uyg'urcha anlatishni boshlaydi. Shuning bilan u mazkur radio stansiyasining ta'minlashi bilan bir yurish qoro joyga ega bo'ladi. Ammo uning bu ma'nilik turmushimi uzunga bormayla, umri texi 7 oyga bormagan bu anlatish to'xtatiladi. Shunda qilib Muhammad Ro'yi apandiga nisbatan turmush jihatda qalam haqqiga tayinishdan boshqa yo'l qolmaydi. Shundaqdimi u cho'ng o'g'li Muhammad Bug'ra bilan kichik o'g'li Muhammad Boburni iqtisodiy chiqimlarga qaramay o'qitishni davomlashtirdi. U Karachida turish jarayonida 1959-yili ingliz tilida yozilgan To'xariylarning asli yurti nomli mashhur tarixiy asri nashrdan chiqdi. Arqidilla Urdu tilida yozilgan 18-asrdagi qudratlik Boburiylar hukmdori Tippo Sultanning Osmoniya xalifasiga yozgan maktublari nomli tarixiy asrimi e'lon qilinadi. Shuning bilan birga turklarning islom diniga qo'shgan tuhfalari nomli ilmiy maqolasimi ingliz, Paris va Urdu tillaridagi donliq jurnallarda e'lon qilinishga boshlaydi. Uningdan boshqa yana biz bilan uchrashishga sazovar bo'lgan, biroq texchi nashrdan chiqmagan, yangi ichilgan gullar nomli she'rlar to'plami Türklerning iftixori nomli cho'ng hajmlik arab tilida yozilgan tarixiy kitobi va uning uyg'urcha tarjimasimi texcha qo'lyozma va original holatida Pokistondagi bir qism atoqli kutubxonalarda saqlanmoqda. 1944-yili Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilganligini anglagan Muhammad Ro'yi Uyg'ur vataniga qaytish uchun yo'lga chiqdi. Shu chaqdagi Xitoy Gomindang hukumatı şu yerdeki casuslari orqali Muhammad Ro'yi Uyg'urning kuchlik bir mustaqilchi Uyg'ur ziyolisi ekanligini bilgandan keyin Angliya tarafga iltimos sunib, Muhammad Ro'yi Uyg'urni Qashqar Pokiston chegarasidagi O'tang Hunza harbiy qarovulxonasida qamoqqa oldirib, Peshawur siyosiy turmasiga 4 yildak nahaq solib o'tgan. Uning turmidagi qiyin hayoti taki inglizlar Janubiy Osiyo cho'ng quruqligidan chekinib chiqib Pakistan davlati qurilganiga qadar davom qilgan. 1949-yilning oxirida Muhammad Ro'yi Uyg'ur Pakistan Islom Jumhuriyati taftish organlari tarafidan begunoh deb qarilib qo'yib berilgan. U turmadan chiqibla Udul Qashqarga kindiq qeni to'kilgan otishga qarab yo'l olgan. Sernagarga yetib kelganda Qashqar orqali hijrat qilgan Muhammad Emin Bug'radin Sharqiy Turkistonni Xitoy kommunistlarining ishg'ol qilganligini anglab qattiq qayg'urgan. Muhammad Emin Bug'ra apandining ko'p nasihat qilishi natijasida u vatanga qaytish irodasidan voz kechgan. Shunda qilib 1950-yildan boshlab u Pokistonning O'rta Osiyo tadqiqot idorasida xizmat qilib, Sharqiy Turkiston haqida ilmiy maqolalar yozgan. 1955-yili Pokiston radiosida Uyg'urcha anlatish ta'sis qilib, Sharqiy Turkiston va Uyg'urlarni tunishtirgan. Nihoyatda afsuski, Qizil Rossiya va Xitoy doiralarining besim qilishi bilan Pokiston hukumatı 6 oydan keyinla radioda Uyg'urcha anlatishni butunlay to'xtatgan. Bu qilmish Muhammad Uyg'urning qattiq noroziligini qo'zg'agan va yuraklarini lagt qilib o'tgan. İmani ve mesuliyet duygusu oygaq bu ot yürek, molusulluk alimimiz öz hayatını çidig'isiz gurbetçilikte ötküzgen bolsumu, lekin ani şundaq addi sadda ve ma'nilik ötküzüp,
miladiya 1965 yili 12 ayning 8 kuni bu fani dunyo bilan vidolashgan Muhammed Ro'yi Uyg'urning Karachidagi qabrisining ustiga buni misralar o'yilgan edi. Hech ish qilolmay ketdim jahondan. Xudo deb ey mehribon Parvardigorim, beshimga bir tutam gulni qil so'g'a, echilsa gar beg'imda guli armonim. Uning yuqorqi misralari Uyg'ur xalqining barliq vafodor o'g'il qizlarini hali ham iymon va ozodlik uchun adoqchi kurash qilishga chaqirmoqda. Shundaqla armon gullari echilgan, oshiqlarning visol paytlari yetib kelgan, jaholat qafazlari sundirilib, bulbullar hurriyat nurida javlon qilgan kunlarda marhumning ro'yi g'alibi sifatida o'z qabri beshiga bir dasta xushbo'y yidliq gulning qo'yilishini tashnalik bilan kutmoqda. Uyg'urlarning ozodlik ko'rishi yo'lidagi o'chmas mash'allarimizning biri vatanimiz tarixini, vatanimiz munzarini dunyo jamoatchiligiga anglatish va tonutish yo'lidagi ulug' dona yo'lboshchi ustozlarimizdan biri marhum tarixshunos olim va shoir Muhammed Ro'yi Uyg'ur Qashqari Pokistonning O'rta Osiyo tadqiqot xizmatlariga ul solg'uchi to'pkor olimlarimiz qatoridan sanaladi. Uning inglizcha, arabcha, turkcha, urducha, pashtocha, farscha, shundaqla uyg'urcha yozgan tarixiy kitoblari, she'rlar to'plamlari, turli ilmiy maqolalari va xabar o'chiriklari hozirga qadar Pokistondagi har qaysi universitetlarning atoqli kutubxonalarida saqlanmoqda. Shuningdek dalil, hujjatlarga boy bo'lishdek alohidligi va nodirligi hamda uslub jihatdagi o'zgichiligi bilan keng Turkiston tadqiqotchilarini o'ziga jalb qilib kelmoqda.